Hozirgi holatida Arteta zo'r ishlayapti, jamoani stabillashtirdi. Yevropada deyarli eng barqarorlardan biri, Chempionlar Ligasi favoriti deyilyapti. Bular bejiz emas. U qilgan transferlar eng qimmat transferlar emas. U o'sha topib talantlarni xarid qildi. U topdi o'sha talantlarni, u taklif etdi. Ya'ni zo'r ishlab turgan murabbiyga chempion bo'lmasa ketish kerak deyish noto'g'ri deganman o'sha. Bo'ldi. Chempion bo'lmasa, chunki u qilyapti. APLda chempion bo'lish bu nima deydi? Juda qiyin narsa-da, to'g'risi. Katta gap. O'sha Klopp ham eng pik davrida ham, misol uchun, eng dahshat o'ynab turgan Liverpool davrida ham chempion bo'la olmagan holatlar bo'lgan. Mana hozir chempion bo'lmadi hali, lekin biz har ko'rsatuvda Artetani maqtayapmiz, to'g'ri ishlayapti, Arsenal zo'r o'ynayapti. Hattoki men o'sha aytuvdim-mi, Alisher out deb turgan joyda anigina ataylab o'sha Alisher out deganda, men out demaganman. Ko'rsatuv bor-ku, ko'rsatuv bor. Men out degan joyim yo'q.